Metro bekatidagi sodiq it. Bu voqea Yaponiyada bo'lgan. Bir professor bor edi. U har kuni ertalab ishga ketardi. Uning sodiq iti ham bor edi. Itining ismi Hachi edi. Har kuni professor metro bekatiga borganda Hachi uni kuzatib qo'yardi. Kechqurun esa yana shu bekatga kelib egasini kutardi. Bu ular uchun oddiy odat edi. Bir kuni professor ishxonada to'satdan yuragi xuruj qilib vafot etdi. U qaytib kelmadi. Lekin Hachi buni bilmas edi. O'sha kuni kechqurun u yana metro bekatiga bordi. O'tirib egasini kutdi. Poyezdlar keldi-ketdi, odamlar tushdi-chiqdi. Lekin professor yo'q edi. Hachi ertasi kuni yana keldi va yana. Kunlar o'tdi. Oylar o'tdi. Hachi har kuni bir xil vaqtda bekatga kelib, o'sha joyda egasini kutardi. Yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham, jazirama issiq bo'lsa ham. Odamlar uni taniy boshlashdi. Kimdir suv berardi, kimdir ovqat olib kelardi. Lekin Hachi hech qachon kutishni to'xtatmadi. U deyarli 10 yil davomida har kuni bekatga kelgan. Odamlar uning sadoqatidan hayratda qolishdi. Oxiri uning xotirasiga haykal qo'yishdi. Bugun ham Yaponiyada o'sha metro bekati oldida sodiq itning haykali turadi. Bu voqea haqiqiy. Itning to'liq ismi Hachiko edi. Bekat esa Shibuya Station oldida joylashgan. Bu hikoya bizga nimani o'rgatadi? Sadoqat bu bir kunlik narsa emas. Haqiqiy mehr vaqt o'tishi bilan ham o'zgarmaydi. Hachi gapira olmas edi, lekin u yuragi bilan sevardi.